Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan yana Javohir Abdurahmonov. Bugungi mavzuyimiz zargarlik dunyosida zargarlarimizning ishini asosiy fundamenti bo'lgan liteyka jarayoni haqida gaplashamiz. Shu sababli bu darsligimizni barcha zargarlarimiz xoh tajribali bo'lsin, xoh yangi ish boshlagan bo'lsin, barchasiga yuborib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sababi ishida bo'layotgan katta yoki kichik muammolarni yechimiga zori hissa qo'shgan bo'lardik. Bugungi video darsligimiz yangi zargarlarimiz va ancha yillardan beri zargarlik faoliyatini yurgizib kelayotgan tajribali zargarlarimizga ham foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sababi hamma biladi, zargarlik ishlarini sekin yoki tez bo'lishi, qiyin, oson bo'lishi shu liteyka jarayonidan chiqqan ishlarni sifatiga bog'liq bo'ladi. Darsimiz boshida o'zim haqida qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Buni sababi bor. Sababini oxirida tushuntirib o'taman. Men zargarlar oilasida dunyoga kelib katta bo'lganman. Ko'pchilik meni tanimasa ham otamlarni taniydi. Ya'ni Navruzbek Abdurahmonov Starmix firmasining asoschisi va hozirgi kundagi direktori hisoblanadilar. Men o'zim 2017-yilgacha faqat ilm olish bilan mashg'ul bo'lganman. Ya'ni magistraturani Xitoy davlatini xalqaro savdo-sotiq yo'nalishi bo'yicha bitirganman va odamlarga yordam berish uchun bu zargarlik yo'nalishiga qo'shilganman. Men bu ma'lumotlar bilan maqtanmoqchi emasman, aytib o'tmoqchimanki, bu sohaga qo'shilganimga bor yo'g'i 7 yil bo'ldi rasmiy ravishda. Shu 7 yil ichida ancha-muncha narsa o'rgandim va o'rgangan narsalarimni iloji boricha sizlar bilan ulashishga, sizlar bilan bo'lishishga harakat qilaman. Ba'zilar kimdirlar aytishi mumkin. Bu faqat gapirishni biladi, internetdan ko'rib olib, faqat gapiradi, lekin amalda qilmaydi deyishi mumkin. Bu qisman to'g'ri. Sababi meni qiladigan ishim shu. Ya'ni men hamma narsaga uspet qilmayman. Meni qiladigan ishim nazariy bilimlarni o'rganib, odamlarga yetkazib berish. Amaliy jarayonlar uchun meni vaqtim yo'q, u meni ishim ham hisoblanmaydi. Ko'proq asosiy meni qiladigan ishim kitob o'qish, videolarni ko'rish, ilmlarni o'rganish hisoblanadi va sizlarga yetkazib berish. Shu sababli videolarimizni iloji boricha kuzatib yuringlar. Men nima demoqchiman? Bu videolardan qilishdan asosiy maqsad faqatgina odamlarga bilim va ilm berish va yangi chiqayotgan texnologiyalarni sizlarga tanishtirib o'tishdir. Xo'p, sizlar bilan liteyka mavzuyimizni davom ettiramiz. Birinchi kirish qismi archa terish yoki litnik ulash bo'ladi va qisqacha aytib o'taman, bu mavzuni gapirishdan asosiy maqsadimiz liteyka jarayonini to'liq mukammal amalga oshirish, ya'ni quyilmayotgan narsani to'liq chiqarish va foralarni oldini olish hisoblanadi. Asosiy bizga e'tibor berayotgan maqsadimiz. Archa terish yoki litnik ulash ko'pchilik oddiy narsa deb o'ylaydi, lekin juda ham muhim narsa hisoblanadi. Ko'pchilik biladi, buni tasavvur qilinglar, bu uzuv deb tasavvur qilsanglar, bu litnigimiz, to'g'rimi? Litnikni qalin yupqa bo'lishini ko'pchilik biladi. Buni ortiqcha eslatib o'tish shart emas. Litnigimiz qancha qalin bo'lsa, bu bizning metal quyilishimiz, yetib borishimiz shunchalik yaxshi bo'ladi. Lekin ko'p narsaga ko'pchilik e'tibor bermaydigan joyi bor. Litnikni to'g'ri unaqa ulab qo'yish uzuvlarga yoki boshqa joylarga, u metalli quyilayotganda sho'tga kelib, bu yoqqa tarqalishini qiyinlashtiradi ikkita chetiga. Ya'ni biz buni oldini olish uchun ko'pchilik yaxshi yetib bormayapti deb o'zini qiynab, bu yo'ldan qo'shimcha yo'l ochadi. Yo yo'lini bu yoqdan ochadi, yo unaqasiga ochadi, yo tepasiga ochadi. Ko'pchilik har xil usullarda qiladi. Ya'ni bu yog'iga yetib kelmayapti, bu yog'iga yetib kelmayapti deydi, ozgina fora chiqyapti, kuyib qolyapti deydi, yetib davleniyani oshirish hisobiga, yo metal yetib kelmayapti deb metalli darajasini oshirib yuboradi. Buni oddiygina yechimi bo'lib qolishi mumkin agar siz hozirgi aytayotgan narsamni qilib ko'rsanglar. Ya'ni biz buni hozir o'chirib yubordik, chalg'itib qo'ymasin. Bu litniklarni qo'li yaxshi yetib borish uchun. Xo'p, tasavvur qilinglar, sizlar oddiygina litnik ulayapsizlar. Ya'ni sizlarga yaxshi yetib bormayapti. Agar yetkizaman deb gradusini oshirsanglar qaynab qolyapti, va uni apokka gradusini oshiraman desanglar, u ham nimadir foralarga olib kelyapti. O'shaning uchun bitta yo'li bor. Bu yoqda litnikni ulayotganda bu yog'ini ozgina yana qo'shimcha uklon qilib qo'yish kerak. Ya'ni qo'shimcha 45 gradusli tayoqchami nimadir qo'yib qo'yish kerak shag'amning o'zidan. Ya'ni bu metal quyilayotgan jarayonda, hozir oyoq osmondan bo'lib qoldi, aslida tepadan qilib ko'rsatsa yaxshi bo'lar ekan. Quyilayotganda tarqalishi nisbatan tezlashadi. Siz tekis qilganga nisbatan, men hozir qilganim 45 gradusli litnik qo'yadigan bo'lsangiz, buni metalli hamma joyiga tezroq yetib borishi
yaxshilanadi. Bunga siz ortiqcha hali aytib o'tganimdek qo'shimcha yordamchi kuchlarni berishingizga to'g'ri kelmaydi. Bu litning qo'yishni men bilgan asosiy muhim taraflari. Endi sizlar bilan archani to'g'ri tayyorlash bo'yicha qisqacha suhbat o'tkazamiz. Ya'ni archa tayyorlashda asosiy eng muhim narsa bu cho'pini qalinligi, diametri hisoblanadi. Ya'ni cho'pini sizlar ingichka qilib qo'ysanglar, buni ko'pchilik biladi, ingichka cho'p bizada to'liq quyilishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bizani hamma ekilgan uzuvlarimizga yetib borishini to'xtatib qo'yadi. Ya'ni bu cho'pini biz eng minimum tavsiya qilamiz. Minimum 5-6 mm bo'lishini, diametrini. 5-6 mm diametrida quyishinglarni iloji boricha so'rab qolamiz minimumda. Agar o'rtacha, sredniy qiladigan bo'lsanglar, sredniy bo'ladigan bo'lsa 10 mm gacha italyan texnologlari o'zi tavsiya qilishadi. Ya'ni bu cho'pini qalinligi juda muhim, o'shanga katta e'tibor beringlar. Xo'p, keyingi muhim narsa, men iloji boricha men o'zimni opitimdan kelib chiqib aytamanki, archani oxirgi nuqtasiga iloji boricha bu cho'pini litninglarni ulamanglar. Sababi metal quyilganda to'g'ri kelib turib, katta bosimda bu to'g'ri kirib ketadi metalga. Metalga to'g'ri kelib, bu yoqni qirib, bu yoqga to'qnashuv bo'lib turib, to'qnashuv bo'lgandan keyin gipslarni bu yoqqa olib tushib qo'yadi. Gips olib tushgandan keyin bu yoq to'lib qoladimi? Chiqqan narsa bu o'zi brak bo'lib chiqadi. Ya'ni siz o'zingiz xohlagan sifatda ola olmaysiz. Ya'ni sababi bu yoqda metal bilasiz, tilla quysanglar ham, kumush quysanglar ham baribir og'ir hisoblanadi va bosim bilan pastga tushadi. Vakuum yordamida biz qilamiz. U xoh yopiq sistema bo'lsin, xoh ochiq sistema bo'lsin, u baribir bosimda tushadi. Bosimga tushgandan keyin birinchi quyilgan joylarda nisbatan katta bosim hisobiga bizada ko'proq defekt bo'lishini olib kelishi mumkin va shuning hisobiga men o'zimning shaxsiy fikrim, bu yerda archa terilayotganda eng oxirgi nuqtasida ozgina joy qoldirish. Oxirgi nuqtasida ozgina joy tashlab ketsanglar, metal quyilgandan keyin bu yoqqa birinchi tushadi va urilgan nimadir gipsli ko'chadigan bo'lsa ham o'zini joyidan bu yoqqa ko'chadigan bo'lsa, yana tepaga qaytib, u joyida qoladi va tepasiga qaytib metal keyingi etapga to'liq yaxshi holatda yetib boradi va buni yaxshi to'ldirib beradi. Va keyingi aytib o'tadigan narsam bu archani litnigini ba'zi holatda ko'raman, metalda unaqa aval sifat shaklda bo'lib qolyapti. Bu juda katta xatolik hisoblanadi. Ya'ni biz metal litnigi naqasini ulayotganda, bu joy to'ldirayotganda iloji boricha konus sifatida qoldirishimiz kerak. Ya'ni unaqa shaklda. Ya'ni litnik shunaqa shaklda metal bu yoqdan quyilishi kerak. Sababi metal quyilganda siz metal bilmaysiz, to'g'ri bu yoqqa tushadi deb hech kim ayta olmaydi 100%. Metal xohlagan joyiga tushishi mumkin, xoh bu yoqqa, xoh bu yoqqa. Agar bu yoqlarga tushadigan bo'lsa, metal boya aytib o'tganimdek gipsga uriladi va gipsdagi chiqqan zarralar yo qanaqadir agar ko'chishli bo'ladigan bo'lsa, o'zi bilan ichkariga olib kirib ketadi va bizning ishimizga defektga olib kelishi mumkin. Shu sababli biz liteyka jarayonini amalga oshirayotganda iloji boricha bunaqa metal urilganda shikast yetmaydigan, ya'ni zarba kuchini kuchaytirmaydigan shaklda joy qoldirishimiz kerak. Ya'ni bu narsani biz rezinka orqali qilamiz. Ko'pchilik biladi, apok qilayotganda uni ichida rezinkasi bo'ladi. Ko'rsataman. Ko'ryapsizlar, bu avvalgi shaklim bizni xohlayotgandagi konus shakliga 100% javob bermaydi, lekin nisbatan hozir rasm chizgandan ko'ra ancha yaxshiroq. Lekin iloji boricha buni uchburchakroq konus shaklida keltirishni tavsiya qilib qolamiz. Lekin bunaqalar bilan ham o'zi katta problemaga duch kelmaymiz. Men ishchi sifatini yanada yaxshilash uchun ma'noda aytaman, hech qachon bunaqangi tekis bo'lib qoladigan joy ishlarni, rezinkalarni ishlatmaslikni tavsiya qilamiz va iloji boricha konusga keltirish kerak. Sizlar uchun qo'shimcha ma'lumot, biz 1 yil oldin Topkas bilan seminar uyushtirganimizda men ajoyib voqeaga duch keldim. Ya'ni ularni o'zi bilan abraziyasini olib keluvdi, kumushdan quyilgan va liteyka archani ko'rinish shakli xuddi shunaqa ekan. Men undan so'radim, nimaga bu archani sen litninglarni tepaga qarab o'stirgansan? Bizaniki naborot bo'ladi. Biz tepadan metal quysak, archalarimiz shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Boya oldingi ko'rgan rasmiylardek bo'ladi.
Saniki bizarnikidan ko'ra teskarisi ekan desam, u yerda metal quyilayotganda bilasizlar, hamma erigandan keyin metal quyishni boshlaydi. Biz endi ochiq sistema deb aytayapman. U xoh yopiq bo'lsin, ham ochiq bo'lsin, ikkalasida ko'proq ish beradi. Ko'proq ochiq sistemada ko'proq metallarni shikastlantirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni kuydirib qo'yishimiz mumkin yoki foraga olib kelishi mumkin. Shu sababli ular bu tajriba tepaga qarab litniyni o'stirar ekan. Ya'ni bizdagi pastga emas, naborot, tepaga qarab qilar ekan. Sababi metal quyilgandan keyin, metal bu yoqqa kelgandan keyin birinchi quyilgan metal bilasizlar juda ham issiq bo'ladi. O'shanga buni sal sovutish maqsadida ham orqaga tepaga ko'tarilayotgan jarayonni nisbatan bo'lsa ham, millisekund bo'lsa ham o'sha ham ta'siri bo'lsin deb tepaga o'stirishadi va metaldagi birinchi kelgan kuyish holatini ancha kamaytirar ekan. Buni ham o'zingizlarda bitta test qilib ko'rsanglar bo'ladi va boyaga aytgan narsa unaqa pastga qarab o'stirganda metal bu yoqdagi urilganda, tepa qismiga urilgandagi gipslarni pastga olib tushib ketishi mumkin. Ko'p holatda olib tushib ketgandan keyin o'sha joyda bizada qanaqadir foralar yoki qanaqadir chuqurchalar hosil bo'lishi mumkin. U gips hisobida ham ko'p holatda hosil bo'lar ekan. Uni tushuntirib o'tdi. Bu narsa o'shani gipslarni ko'chishini oldini oladi va metalni qaynashini ham oldini olar ekan. Ya'ni metal bu yoqqa to'g'ridan-to'g'ri o'zini eng maksimum darajadagi issiqligida urilmaydi. Ya'ni sal nisbatan bo'lsa ham sovigan holatda urilib, yana orqaga chiqadi va bu bizani tilla buyumlarni qolipini to'ldiradi. Bu ham kimgadir yengillik bo'lsa, o'zi uchun bitta test qilib sinab ko'rsa bo'ladi. Liteyka jarayonining ikkinchi bosqichi haqida gaplashamiz va u formovka yoki gips tayyorlash bo'ladi. Hammaga ma'lum, Starmix firmasi ancha yillardan beri Turkiyaning Sertus kompaniyasi bilan hamkorlikda gipslarni oldi sotisi bilan shug'ullanadi va shu kungacha biz sifatli gipslarni klientlarga yetkazib berish bilan shug'ullanyapmiz. Gipslarni qisqacha turlari haqida tushuntirish olib o'taman. Bizda 3 ta turi bor, asosiy ko'p sotiladigan. Birinchisi Sigma, bu ya'ni kumush bilan mis yoki bijuterniy izdeliylar uchun, ya'ni nima deydi? Brof deyiladi. Broflar uchun ko'proq shuni tavsiya qilamiz, Sigma modelini va Oro modeli bor. Bu Oro modeli universal hisoblanadi, ya'ni bu hamma narsaga ishlatsanglar bo'ladi. Kerak bo'lsa polimerlarga ham ishlatsa bo'ladi, agar to'g'ri ishlata olsa. Asosan bizda tilla bilan kumushlarga tavsiya qilamiz. Mislarga ham tavsiya qila olamiz, sifati zo'r chiqadi, lekin puli qimmatligini hisobiga Sigma nisbatan arzonroq, shunga mis mahsulotlariga ko'proq Sigmani bemalol tavsiya qila olamiz. Va oxirgisi Optima. Hozirgi yangi modeli bor. Buni Optima Next degan. Hozir hamma modellari Optima Next bo'lib kelyapti. Bu ya'ni update, ya'ni обновление qilingan versiyasi va biz bunda polimer, ya'ni bilasizlar, polimer vosklari bor va 3D vosklari. Bularda o'zi bu kategoriyalari hammasi bitta gips hisoblanadi. Tarkibidagi kristabalit moddasi bittasida kamroq, bittasida ko'proq bo'lgani hisobiga bularni kategoriyaga ajratib chiqilgan. Ya'ni gips tarkibidagi kristabalit moddasi gipslarni bir-biri bilan reaksiyasini kuchaytiradi. Lekin bu modda o'zi juda ham qimmat hisoblanadi. Bu kompaniya o'zi ham Amerikadan seriosini sotib oladi va Turkiyada qayta ishlov berib, uni upakovka jarayonini amalga oshiradi. Va shu bois biz polimer vosklarga baland gradusga chidaydigan gipslarimiz tarkibida kristabalit moddasi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun bu nisbatan qimmatroq hisoblanadi. Va qolgan barcha gipslarni ham o'zini kategoriyasi bilan ishlatsanglar, juda ham yaxshi sifatda ish olib borsanglar bo'ladi. Xo'p, formovka masalasi bizga juda ham muhim. Formovka masalasida to'g'ri gips tanlash muhim, to'g'ri suvni proporsiya qilish muhim va uchinchisi, uni yana alohida gaplashamiz, bu pechkaga to'g'ri gradusda qo'yish eng muhim hisoblanadi. Formovka jarayoni uchun biz 100% Italiyaning Chimo apparatlarini tavsiya qila olamiz. Sababi butun dunyoda eng katta zavodlarga kirsanglar ham Chimo apparatlarini ko'ra olasizlar. Sababi buni birga bir konkurenti, raqobatchisi yo'q. Buni boshqa firmalar, boshqa davlatlar ham ishlab chiqaradi, lekin Chimochalik sifatda, Chimochalik ob'yomda hech kim sota olmaydi. Hozirgi kunda Chimo apparatlarini, formovka qiladigan apparatlarni modellarini ko'rishingiz mumkin. Bu o'rtacha model hisoblanadi, ya'ni 20 sm gacha bo'lgan apoklarni solib joylashtirsangiz bo'ladi. Ichiga 3 ta apok sig'adi, 20 sm balandlikda va formovkani
ham aralashtirib beradi, suvni ham o'zi tortib beradi, ham pastda vibrator bor. Ya'ni vibratsiya jarayonini amalga oshiradi. Sababi farmovka qilishda hamma biladi, to'g'ri suv solish bilan uni ichidagi havoni chiqarib olish va tezroq ishni tugatib olish juda muhim hisoblanadi. Ya'ni gips bilasizlar, tez qotuvchan hisoblanadi. O'zini qotish vaqti bor. Nechadir minut yoki nechadir sekundga o'girsanglar bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqt ichida ishlarni tez tugatib olmasanglar, u bizaga liteyka jarayonida yaxshi rezultat olmasligi ta'sir qilib qoladi. Yana ikkinchi narsasi o'sha gipslarni aralashtirayotganda suvga ham katta e'tibor berish kerak. Buni yana ta'kidlab o'taman, keyinchalik ham suvni gips bilan to'g'ri miqdorda to'g'ri suv qo'yishga ahamiyati katta. Bu nima demoqchiman? Vodoprovoddan olib turib sirazi suvga sovorsanglar, sizlarga rezultat yaxshi chiqmasligi mumkin. Bizda juda ko'p holat bo'lgan, gipsinglar yaxshi kelmabdi, bu partiyasi gips yorilyapti, yo gipsda fora chiqyapti, g'adir budir ustida nimadir bo'lyapti degan ko'p muammolarni eshitganmiz. Bu hammadan emas, ba'zi klientlardan eshitib qolamiz. Buni sababi faqatgina gipsdan bo'lib qolavermaydi. Buni sababi pechkadan bo'lishi mumkin, gipsi noto'g'ri tayyorlangandan bo'lishi mumkin, gipsga aralashtirayotgan suvni tarkibida ko'p xlor bo'lib qolishi mumkin, yo bo'lmasa yod moddasi yo qanaqadir suvga qo'shiladigan elementlarni juda ham ko'payib ketgani ta'sir qilib qolishi mumkin. O'shanga agar muammo gipsdan, liteykada nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, promoy to'g'ridan to'g'ri uni unaqaga yopish kerak emas. Gipsga yopishib olish kerak emas. Uni birinchi o'rganish kerak. Nimada, qayerda bo'lyapti hatto, yo pechkada bo'lyaptimi hatto, yo farmovka apparatim yaxshi emasmi, havosi yaxshi tortmayaptimi, yo vibrator yaxshi bo'lmayaptimi degan har xil testlarni qilib ko'rish kerak. Sababi men yaqindagina ko'p bo'lmadi, bitta firmaga bordim, aytishdi, oldinlari yaxshi ishlayotdi, gipsiz sal yangi partiyasida sal o'zgarish bo'ldi deb aytdi. Men hayron bo'ldim, hali hech kimdan muammo kelmadi deb. Lekin keyinchalik o'rganilsa, uni farmovka qilish apparatida muammo bor ekan. Ya'ni ularda farmovka apparati ishlab turgan, aralashtirgan, suvlarni solgan, lekin pastga tushganda, havo tortganda u vaqir-vaqir qilib o'zi havo gips biladi, vakuumda tortganda, havoni so'rayotgan paytda gips qaynaydi ichida. Qaynagan hisobiga ular mana gipsim qaynayapti, yaxshi bo'lyapti deb o'ylagan. Lekin qaynash bu bo'ldi, ishni tugatib berish degani emas. Vibratsiya ham juda katta rol o'ynaydi gips tayyorlayotganda, farmovka apparatlarida. Ya'ni bu gipsiz qaynadimi, bo'ldi, ishingiz bitdi degani emas. Yana aytaman. Ya'ni hamma narsaning o'zining o'rni bor. Ya'ni vibratsiyani ham qaynashga bo'ladimi, bo'lmaydimi, vibratsiya обязательно bo'lishi kerak. Biz o'sha vibratsiyasi slabiyligini sezgandan keyin, vibratsiyani to'g'rilaganimizdan keyin rezultatli ishlar yana oldingidek chiqqanini o'zligiga yetib, o'zligiga tasdiqlashdi, чтобы gap gipsda emas, ya'ni vibratorda bo'lganini. Ya'ni vibrator o'zini kuchini juda ham kamaytirib yuborgan, buni to'g'rilagandan keyin yana eski holiga qaytgan. Shuning uchun bu videolarni ko'rayotganda o'sha har bitta joyiga e'tibor beringlar. Ya'ni sababi nimadir ish qilinayotgan sababi bitta narsaga yopishib olib, oson problemani hal qilishga urinmanglar. Ya'ni kimdirlarda nimadir muammo bo'layotgan bo'lsa, mashinada muammo bo'lyapti deb sirazi yopishib olish noto'g'ri. Uni birinchi o'rganish kerak, test qilish kerak, undan keyin xulosa qilish kerak. Xo'p, keyingi modelini ko'rishingiz mumkin. Bu katta zavodda ishlatadigan model. Bunga 30 santimetrli apokdan 5 ta yoki 6 ta qo'ysanglar bo'ladi. Uni belbog'i bor yo'g'iga qarab. Bu katta zavodlar, Fanonga o'xshagan, yo Karavan ham shunga o'xshagan model ishlatadi. Katta ob'yemda ishlaydiganlarga bemalol tavsiya qila olamiz. Bu oynasini qalinligini ko'rishingiz mumkin. Kamida bir 5 santimetr oynasi bor. Xo'p, keyingi gips farmovkalarga ko'rsatamiz. Xitoyniki bor. Kichkina ishlab chiqaruvchi sexlarga bemalol tavsiya qila olamiz. Bunga ko'rib turganinglardek примерно bir 15 santimetrli apokka joylashtirsanglar bo'ladi. Bunaqangi apoklar taka-tak sig'maydi. Bu bemalol chimoni kattasigina sig'adi, faqatgina. Bunaqalarda bemalol ish qilsanglar bo'ladi, kichkina ob'yemda ishlasanglar. Bunda hamma narsa bor. Gipsni o'zi aralashtirib beradi, suvni o'zi tortib beradi, tushirib beradi va tagida vibratori bor. Vibrator hisobida ham havo vakuum tortadi, ham vibrator ishlaydi. O'shanda bizga gipsimiz yaxshi farmovka bo'ladi. Va oxirgi modeli Chimoni buni modeli. Bu uchtasi bitta deb aytamiz. Ya'ni bunda farmovka apparati bor, pechkasi bor, liteyka, ya'ni metall eritib beradigan pechka va liteyka apparati bor. Bu hozir ochib ko'rsatib bera olmayman. Bu yonga ochiladi va liteyka jarayonini shu yerdan amalga oshirsangiz bo'ladi. Buni o'zini qalam deymiz, qalamini ko'tarib olsangiz, liteyka o'zi avtomatik o'sha teshigiga tushirib beradi. O'shanga spesial mo'ljallangan. Liteykani tortsa, bemalol ishlatsa bo'ladi. Buni keyinchalik alohida videolarni qilib ko'rsatib beramiz.
kichkina sexlarga o'zi individualniy ishlaydigan odamlarga bemalol tavsiya qila olamiz. Apparat juda ham zo'r, italyanskiy apparat. Formovka jarayonidan keyin bizlarga pechkaga to'g'ri qo'yish jarayoni amalga oshiriladi. Ya'ni bunda biza pechka vaqtlarini, to'g'ri parametrlarini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Va eslatma uchun yana qaytarib o'taman. Formovka jarayonida har bitta detal uchun juda katta e'tibor berish kerak. Ya'ni boya aytib o'tganimizdek, yaxshi suv tayyorlash kerak. Oddiy vodoprovod suviga agar ishinglar yaxshi o'xshamayotgan bo'lsa, vodoprovod suvini o'zgartirib, mineral suv qilib ko'ringlar. Unda ham o'xshamasa, distillangan suvni to'g'ri gradusda qo'yib ko'ringlar. U sovuq suv ham bo'lmasin, issiq suv ham bo'lmasin, o'rta me'yorda suv qilib ko'ringlar. Unda ham o'xshamasa, suvni graduslarini past-baland qilib ko'rsanglar ham sizlarga yordam berishi mumkin. Ikkinchisi, to'g'ri gips tanlash. To'g'ri ishinglarga to'g'ri gips tanlash juda ham muhim va uchinchisi boya aytib o'tganimdek apparatni texnik sozligi aniq yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni u yoqda vakuum chekimi, ya'ni vakuum tortishi va vibratsiyani kuchi ham me'yorda bo'lishi kerak. O'shandagina sizlarda muammosiz pechkaga olib kelishimiz mumkin bizani ishlarimizni. Agar bu yoqda arzimagan detallar muammo bo'lsa, pechkaga siz 20 soat qo'ying, 10 soat qo'ying, farqi yo'q. Liteykani to'pkaz apparatlarda qiling, 100 ming dollarlik boshqa apparat bo'lsin. Agar formovka jarayonida yaxshi tayyorlab bermasangiz, ishlarni keyingi bosqichda nima qilishingizni farqi yo'q. Baribir ishingizda defekt chiqaveradi. O'shanga bu zanjir sistemasi. Har bitta narsani boshidan oxirigacha mukammal bajarishga harakat qilish kerak. O'rtada qanaqadir uzilish bo'lib qolsa, u yog'i ketdi. Qancha urinmay ishimizni yaxshi chiqishga umidni ussak bo'ladi. O'shanga qayerda xato qilayotganimizni bilish eng asosiy narsa hisoblanadi bu ish jarayonimizda. Xo'p, pechkani gaplashamiz. Pechka jarayoni juda muhim jarayon. Formovka qilgandan keyin eslatib o'taman, formovkadan keyin o'zini holatda bir kamida 2-3 soat ochiq havoda, skvozniy havoda qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni formovka qilingandan keyin bilasizlar, u nam bo'ladi, ichida suv bo'ladi. Suv o'zini hudida tashqariga parlanib chiqib ketishi kerak. Bu shart. Ko'pchilik formovka qilgandan keyin bo'ldi, gipsim qotdi deb pechkaga tiqaryapti. U ham xato narsa hisoblanadi. Bizga tushuntirishadi, formovka jarayoni mukammal amalga oshirilgandan keyin обязательно o'zini holida tashqariga havo skvozniy bo'lib turadigan joyga qo'yib, ichidagi suvlarni bug'lantirish kerak. Ya'ni tepaga suvni chiqarib, quruq holatga keltirish kerak. Undan keyin pechkaga solish kerak. Ko'pchilik aytadi, pechkaga solsam o'zi suvni hisobiga tepaga chiqib ketadi. Lekin u yoqda o'zini ximiyaviy, fizikaviy holatlari bo'ladi. Shu natijasida bizdagi gips ishlab chiqaruvchi kompaniyalar uni qayta-qayta aytadi. Endi kimdir aytadi, menga farqi yo'q, men yo'liga tushib olganman, menga yaxshi chiqyapti deyishi mumkin. Bu qaysidir ma'noda o'zi uchun qanaqadir yo'liga tushib olgan bo'lsa, u yaxshi, lekin baribir hamma narsani qonun-qoida bo'yicha qilish ko'pchiligiga tavsiya qilinadi. Xo'p, pechkamizga keladigan bo'lsak, bizda har xil pechkalar bor. Pechkani hozir turlarini gaplashib o'tamiz. Bizda ko'pincha Xitoy pechkasini sotamiz. Juda ham ko'p odamlar o'zi foydalanyapti. Juda ham odam ko'pchilik aytadi, pechka zo'r chiqdi, uncha-munchaga kuymas ekan. Keyin ishlarimiz ham ancha sifatli chiqyapti deb yaxshi pechkani yo'lga qo'yib olganmiz. Keyin ba'zi odamlardan eshitib turibman, unaqa aylanadigan pechka bormi degan. Hozir ko'rsatib beraman. Aylanadigan pechka bormi, o'shani maqtashyapti deydi. Men o'shani nima plyus tomoni bizga kerakmi, kerak emasligini sizlarga qisqacha tushuntirib o'taman. Undan oldin men o'zimni pechkamizni tushuntirib o'tay. Bizning pechkalar ko'pchilik biladi, to'rtburchak shaklda bo'ladi va unga biz ikkita dona 4 tadan 6 tagacha apokka qo'ysak bo'ladi. Masalan, o'rtacha. Ko'pchilik endi 6 ta apok emas, 4 ta apok qo'ysa kerak. Bizning pechkalarda hamma tomonida bizda spirali bor. Ya'ni bizga bir xil gradus qilib beradi. Endi 4 ta apok bo'lgandan keyin 6 ta emas, 4 ta hisoblab turaylik. 4 ta apok bo'lgandan keyin bu yoqda issiqlik bir xil qiladi. Hamma tomondan bir xil uriladi. Yon tomon bo'lsin, bu orqa o'rta tomon bo'lsin, ichimiz kichkina bo'lgani uchun, pechkani ichi kichkina bo'lgani uchun bu yoqda graduslar bir xil bo'ladi. Kimdir aytadi, bizga aylanadigan pechka kerak, o'shani olib kelib berasanmi deydi. Aylanadigan pechkani plyus tomonlari bor. Lekin agar sizni obyemingiz kam bo'ladigan bo'lsa, bu pechkani biz tavsiya qilmaymiz. Kichkina pechka bilan ham o'sha aylanadigan pechkani rezultatini birga bir olsangiz bo'ladi. Birga bir uni qanaqadir 10% yetmaydi, 20% yetmaydi degan gap yo'q. Katta pechka nimaga kerak? Katta ob'yom bo'lsagina kerak. Ya'ni siz pechkaga 4 ta apok emas,
deylik 10 tadan oshiq 20 ta apok qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda aylanadigan pechka kerak. Uni sababi siz pechka ichiga ko'p apok qo'yadigan bo'lsangiz, unda ichida havo aylanishi, issiqlikni bir xil berish imkoniyati yo'qolib qoladi. Shuning uchun pechka aylanib turishi kerak doimiy ravishda. Pechka aylanib turishi kerak. Aylanish darajasi bizga nima beradi? U issiqlikni bir xil ichiga yetkazib berishga aloqasi yo'q. Aylanish berish darajasi issiqlikni berish darajaga aloqasi yo'q deganim biroz noto'g'ri bo'ladi. Aloqasi bor, lekin issiqlikni qanaqa beradi? Bizga aylangani hisobiga ichida havo hosil bo'ladi, aylanish havosi hosil bo'ladi va o'shanda issiqlikni bir xil teng taqsimlab beradi. O'shandagina bizga bu aylanadigan pechka kerak bo'ladi. Agar biz ishlayotgan narsalarimizda agar 4 ta 6 tagacha bo'lib, kichkina pechka bo'ladigan bo'lsa, aylanishni esdan chiqarsanglar bo'ladi. Bizga uni keragi yo'q. Pechkadan aylanishdan maqsad issiqlikni hamma apokka bir xil yetkazib berish, ichidagi havoni. O'shanda bizda apokimiz yaxshi pishadi, hamma tomoni bir xil pishadi. O'shandagina bizga kerakli natijaga erisha olamiz. Xulosa shuki, kimdir agar aylanadigan pechkagacha qiziqadigan bo'lsa, bu nima ish qilishiga qarab. O'zbekistonda men o'ylaymanki, unaqa bir kunda 100 talab apok qo'yadigan kompaniyani o'zi bo'lmasa kerak. Bir kunda quysa 10 ta, 15 ta, 20 ta qo'yar kun davomida. Lekin bir kunda 100 tadan biz turkchada daraja deydi, 100 ta apok qo'yadigan firmani men hali ko'rmaganman. Menimcha bo'lmasa ham kerak. O'shanga obyemingiz kichkina bo'ladigan bo'lsa, xulosa qilingki, biz sizga aylanadigan pechkani umuman keragi yo'q. Pechkalarni nimaligini qisqacha tushundinglar degan umiddamiz va pechka jarayonida hamma biladi, pechkaga qo'ygandan keyin bizning o'zini temperaturasi bor. Programma qilib qo'yish kerak. Ya'ni bu sikl deydigan bo'lsa, ya'ni bu daraja, gradusi, bu soatda. Soatlar o'tadi, bilasizlar. Buni ko'pchilik sovuq pechkaga apokini qo'yib, sekin ko'tarar ekan. Bu ham xato fikr. O'zini pechkaga qo'ygani, pechkangiz o'zi qizib turgan bo'lishi kerak. Masalan, 50 gradus yoki kamida 100 gradusgacha qizib turgan bo'lishi kerak. Undan keyin siz programma qilsangiz bo'ladi. Qanchadir programma qilib, keyin uni oxirida tushiriladi. Uni ko'pchilik biladi. Men hozir aniq esimda yo'q. Qaysi gipsimiz necha gradusda necha soat turishi, uni orqasida har bitta gips orqasida yozib qo'yilgan. Uni lekin ko'pchilik odamlar o'ziga moslab, men unga uni pravila bo'yicha qilmayman, o'zimni metodikam bo'yicha qilyapman, yaxshi chiqyapti deydi. Yaxshi chiqayotgan bo'lsa, maqsad shu, biz ishni bitirish. Lekin gipslarning orqasiga qarasanglar, o'zini necha soatda, necha minut turilishi hammasi ko'rsatib qo'yilgan. Bu narsa muhim hisoblanadi. Ya'ni aytib o'tganimdek, gipslarning tarkibida kristabalit degan modda bor, element bor. U moddani birdaniga 100 gradusga chiqarib qo'yish bizda gipslarning yorilishiga olib keladi va bu bizga shuncha qilgan ishimizni puchga chiqaradi. Shuni bois har bitta gipsni o'zini orqasidagi parametrlariga qarab, unga amal qilishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Pechka bo'yicha sizlar bilmaydigan, balkim kimdirlar bilar, lekin ko'pchilik bilmasa kerak deb o'ylayman. Juda ham kerakli ma'lumot aytib o'taman. Buni o'zingizlarda sinab ko'ringlar. Pechkaga qo'yganingizdan keyin hamma qiladigan ish voskini to'kib olish kerak. Voskini to'kish jarayonidan oldin voskini to'kmasdan turib, uni yuqori gradusga ko'tarish mumkin emas. Ya'ni voskini to'liq to'kkandan keyin yuqori darajalarga ko'tarishinglar talab qilinadi. O'shaning uchun ko'pchilik xato ish qilar ekan. Men ham yaqinda o'zim bildim, oldin bilmas edim. Buni tepasida bilsanglar, pechkalarning tepasida tuynuq bo'ladi, havo chiqib ketishiga, ya'ni vosklarning tutunlari chiqib ketishi kerak. Uni to'g'ri hamma odam uni tashqariga ulab qo'yadi, turba orqali. Tashqariga chiqib ketsa, havo tutamasin deb tashqariga chiqarib yuboradi. Bu o'zi aslida xato ekan. Men yaqinda bu ma'lumotga ega bo'ldim. Tepaga tutun chiqarayotgan paytda bu yoqda ochiq joy qoldirish kerak ekan. Ochiq joydan keyin bu yoqda yana alohida nima deydi, mo'ri deydimi, shashlikchilarni tepasi turadi, tutun tortib oladigan o'sha narsani yasattirib, undan keyin tashqariga chiqarib yuborish kerak ekan. Bu nimaga kerak? Biz voskga to'kayotgan jarayonda vosk o'zidan qora tutun chiqaradi va qora tutunni to'liq chiqib ketguncha biz uverin bo'lishimiz kerak. Ya'ni vosk bizda to'liq to'kilishi kerak. To'liq to'kilgandan keyin, bu yoqda hech qanaqa qora tutunlar qolmagandan keyin biz uni pechkani keyingi bosqichga tayyorlab qo'yishimiz mumkin. Kimdirlar aytadi, men vaqtini uzoqroq qo'yaman, ungacha davno to'kilib bo'ladi deydi. Lekin shunda ham baribir shu narsani qilish tavsiya qilinar ekan. Uni menga
tushuntirib berishdi. Buni baribir ko'proq plyus tomonlari bo'lar ekan. Agar sizlarda shu yengillik bo'lsa, bir o'zingizda sinab ko'rsanglar bo'lar ekan. Pechkani tutunlarini ko'rib tursanglar, keyin o'zingizga uверен bo'lib turib, keyingi bosqichga ko'tarish, yaxshiroq rezultatga olib chiqishar ekan. Sizlar bilan axiri final bosqichiga yetib keldik, ya'ni yakuniy bosqich. Bu bosqich hamma sanab o'tilgan bosqichlardan qiziqarliroq bo'ladi. Ya'ni bu yerda shuncha qilgan ishlarimizni samarasini ko'ramiz. Buning uchun bizga ligatura kerak bo'ladi. Birinchi navbatda ko'pchilik biladi, Starmix kompaniyasi ancha yillardan beri Germaniyaning Heraus kompaniyasidan ligaturalarni qabul qilib oladi va ular bilan hamkorlikda ish olib boradi. Heraus kompaniyasi dunyoda juda ham katta obro'ga ega, mavqega ega kompaniya hisoblanadi. 1 yil oldin adashmasam Topkas bilan Herausni seminarini o'tkazdik va bu seminarda juda ko'p odamlar kelib turib, o'zlariga guvoh bo'lishdi, qanaqa katta kompaniyaligiga. Heraus kompaniyasi men o'zim yoqtiradigan tomoni, har safar zakaz qilsak, nimadir buyurtma bersak, bir xil sifatdagi qaytarilib, har safar bir xil narsa olamiz. O'shani men o'zim uchun yoqadi. Mijozlarimizda voy unaqa bo'ldi, voy metalimda muammo bor degan narsa bo'lmaydi. Sababi Heraus kompaniyasi juda ham boy kompaniya hisoblanadi va laboratoriyasi ham shunga yarasha. Ya'ni bu ligatura tayyorlash ko'pchilik o'ylashi mumkin, mis, ko'pchilik biladi, mis, sink, yana nima bor tarkibida kumush bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash metallardan tarkib topgan. Uni bir-biriga aralashtirsam, men ligatura tayyorlayman deydi. To'g'ri, tayyorlaydi, lekin uni o'zini foizi bor. To'g'ri tayyorlash foizlari bor. Milliy 9 ketadigan foizlari bor. O'shani har safar aniq tayyorlash juda ham qiyin hisoblanadi. Bir marta siz yaxshi tayyorladingiz, keyin safar tayyorlaganingiz yomon chiqib qolishi ehtimoli juda yuqori. Sababi bunda o'ziga yarasha laboratoriyadan o'tkazib, o'zini texnologiya yordamida unaqa ligatura tayyorlanadi. O'shaning uchun odamlardan so'rab qolamiz, oddiy misakani, oddiy sink bilan ichiga aralashtirsam o'zim chiqaraman-ku deb ko'pchilik o'yladi. Bizda ham taklif qilib ko'rishdi, o'zimizda ishlab chiqarib, lekin bitta narsani qayta bir xil sifatda qaytarish juda ham qiyin hisoblanadi. Shuning uchun odamlarga, mijozlarimizga doim tavsiya qilamiz, yaxshi sifatli ligaturani agar olsanglar, ishinglar har safar bir xil chiqishiga kafolat beriladi. Endi kafolat beradiganimiz faqat ligaturaga nisbatan kafolat beriladi. Unda apparatda agar muammo bo'lib tursa, unda ligaturadan muammoni qo'yib qo'yish yaxshi ish bo'lmaydi. Xo'p, keyingi ligaturani gapirdik. Liteyka jarayonida birinchi qiladigan ishimiz ligaturani topib olishimiz kerak. Ya'ni proba keltiriladi ligatura orqali. Proba va rang keltiriladi. Kimdir sariq, kimdir qizil, kimdir oq holida, kimdir yana qanaqadir boshqacha rang xohlashi mumkin nisbatan. Shu ligatura orqali biz ranglarni keltirib olamiz. Ikkinchisi induksionniy bizga kerak bo'ladi. Induksionniy nima qilamiz? O'sha biz proba keltirish uchun oldin ligatura bilan toza oltinlarni bir-biriga aralashtirib, biz proba va ranglarni keltirib olishimiz kerak. Bir-biriga aralashtirishda rangga aloqasi yo'q. Asosiy qilmoqchi bo'lgan ishimiz bu yerda probani to'g'ri keltirib olish. Va probani keltirgandan keyin biz Fisher apparatlarimizda metan analizator apparatlarida uni probasini aniqlashtiramiz. Probani aniqlashtirayotgan jarayonda ham faqatgina bitta nuqtani emas, eng kamida 3 ta, 4 ta, 5 tagacha bo'lgan nuqtalarni tekshirib, probasi o'rtachasini biz bitta xulosaga kelamiz. Undan keyin biz topkas, ya'ni liteyniy apparatlarimizni ishga tushiramiz va biz o'zimiz xohlayotgan qoliplarni olamiz. Proba va ranglarini keltirgandan keyin aytib o'tganimizdek, topkas apparatlarida liteyka jarayonini amalga oshiramiz. Topkasni ko'pchilik zargarlarimiz biladi. Bu yopiq sistemada ishlaydigan ikkita komnatniy vakuumli sistema hisoblanadi. Ya'ni tepasi bilan pastdagi sistema mustaqil hisoblanadi. Va bunda ko'pchilik aytadi, nimaga bu topkaslar qimmat, nimaga nima afzalliklari bor, nima plyus tomonlari bor, puliga arziydimi deb aytishadi. Biz 100% arziydi deymiz, puli qimmat bo'lgan bilan shunga yarasha ish qilib beradi. Ya'ni bunda fora degan narsa, kuyib qolish degan narsalar, ugar degan narsalarni pashti esdan chiqarsanglar bo'ladi agar to'g'ri ishlatsanglar. Bizi videoyimiz juda ham uzoq bo'lganligi sababli bu topkasni sizlarga alohida video qilib tushuntirib berishga qaror qabul qildik. Ya'ni sizlarga ko'proq, ya'ni ham yaxshiroq ma'lumotlarni tayyorlab ko'rsatishga harakat qilamiz keyingi videolarda. Hozirgi videoyimizda umumiy tushuncha berib o'tdik, ko'rdinglar. Topkasda ham o'sha litey kamera jarayonlarini amalga oshiramiz. Topkas bitta o'zi alohida tema bo'lgani uchun bunga hozir ko'p izoh bermayman, tushuntirish olib o'tirmayman.
Bugungi videomiz asosiy maqsadi liteyka jarayonini to'g'ri olib borish edi. Keyingi videolarimizda aytib o'tganimizdek, xudo xolisa to'pkasida to'liq tushunchasini, ma'lumotlarni beramiz. Agar sizlarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozsanglar, biz o'sha savolingizga javob berishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat.